Ushbu loyihamiz o'z kuchimiz va mablag'larimiz bilan amalga oshirilmoqda. Biz hech qanday tashqaridan moliyaviy yordam yoki sarmoya olmayapmiz. Barcha fikrlar va qarashlar bizga tegishli. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun layk, obuna va izohlaringizni qoldirishni unutmang. Man topgan pulim ularga qiziq emas. O'zimga qiziq faqat. O'sha joydan просто etmasdan olaverasiz. O'shanda aytgan, kuniga 500 ming olib kirsangiz ham katta gap Ibrohim aka, вообще ko'p pul ketyapti deganman-da. Erkaklarning puli ko'paysa, ikkinchi xotin olishadi. Siz bu narsadan qo'rqmaysizmi? Qaysidir ayollar biznesga kirishib ketib, butun oilasini esdan chiqarib yuboradi. Shunda qanaqa qilib chiqib ketdingiz mana shu? Erimni даже duo qilgim kelmaydi, что ko'p pul ishi topsin, ishi yurishib ketsin deb, chunki men qo'rqaman yurib ketishlaridan. Ishonmagan ekan. Shu taraflari zo'r qaynona bilan turish. Значит, agar yuradigan odam, Ochishiga necha pul ketgan? opamni o'sha yerda yozishganda onamni o'tqizib qo'ygan, oyijonisi qo'rqib turibdi degan gaplar menga o'shanda yomon tegdi. Nima desa bo'ladi, shunaqa bo'ldi-da, ya'ni yoqmadi. Barchaga assalomu alaykum. Bugun bizning podkastimizning navbatdagi soni va bizning mehmonimiz Nargiz Yuldasheva chitir somsani, yo'q, nafaqat somsa, sizlarda katta brendga уже aylanib ketdi, sizlarni brendinglar va siz asoschisi bo'lasiz, to'g'rimi? Va xo'jayinim. Xo'jayiningiz bilan. Keyin blogersiz, 3 ta farzandni onasisiz va endi o'zingizni haqingizda ozgina aytib bersangiz. Man ko'pchilik Nargiz deb taniydi Instagramda. Nargiz Yuldasheva. Yoshlarim ham aytishim kerak. Endi o'zingiz xohlasangiz aytavering. Lekin men uchun yosh ko'rinasiz. Men hozir 28 yoshdaman. 3 ta farzandning onasi va baxtli ayol, baxtli rafiqa va yana business woman. To'g'ri. O'zingizni yo'lingizni qanday boshlaganingizni aytib bera olasizmi? Chunki menga juda ham qiziq. Siz hozir sizni brendingiz juda ham katta, taniqli brendga aylanib ketdi, lekin ko'plarcha natijani ko'rib aytadi, bularga oson bo'lgan deydi. Lekin eng birinchi qadamlar eng qiyini bo'ladi va o'shani aytib bera olasizmi? Qanaqa bo'lgan? Вообще o'zi bunaqa katta brend bo'ladi deb boshlamaganmiz. O'zi bu ideya birinchi ikkinchi farzandim Maryamga 2 qatligimda bo'lgan. Xamirli narsaga tortganda men rosa YouTube'da tomosha qilib o'tirardik xo'jayinim bilan, har xil shunaqa pirojki, somsalar pishirishadigan yegim kelardi, olib keling, mana shunaqadan olib keling, mana bunaqasidan olib keling derdim. O'shanda shunaqa ideya kelib qolgan, bularga aytgandilar, что давай mahallani boshidan joy olamiz dedi, arendaga kichkina somsaxona ham, pirojkixona ham qilamizmi deganlar. U payt bizani biznesimiz boshqamiz yo'q edi hech qanaqa. Faqat shu Instagram blogerligim bor edi, yana xo'jayinim bir ikkita ishlari bor edi. Unaqa hali nima desa bo'ladi, biz bir anaqa oila emas edikda, nima desa bo'ladi, o'zini bir tutib olgan deydimi, shunaqa. Keyin o'shanda ochganmiz aytdi. Eslayman, Maryam уже tug'ilgan edi, уже ochayotganimiz edi yanvar 2022-yil fevral, 27-fevralda. Kichkinagina joy arendaga olingan, remont qilingan, o'sha yerda somsaxona qilganmiz. Birinchi nomi Somsani dodasi shunaqa bo'lgan. Shunaqa Chitir bo'lmagan, Somsani dodasi deb ot qo'yganmiz. Birinchi borib o'zimiz eslayman, dodalarni tanlab, ranglarini tanlaganmiz. Keyin o'shanda yeganda chitirlaydi-ku, shunaqa ovozi bor, qilib ustida qatlamali. O'shandan keyin turklar chitir deydi-ku narsani. Takoy интересный bo'lsin deb chitir deganmiz. Akam men Turkiyada yashaydi, ularga yuborganimizda chitir qilar ekan deyishgan ular. Razman istoriyalarimda chitir somsa bu chitir qiladi qizlar deganimda уже hamma chitir somsa bormi deb so'rab kelishgan. Shu bilan ota chitir bo'lib ketgan o'shanda. Lekin zo'r nom, chunki esda qoladigan. Esda qolarli ham необычный chiqqan. Boshqalardan ajralib turadigan, to'g'ri. Siz men bitta intervyungizda ko'rdim, siz bu brend shu biznesni boshlayotganda zo'r bo'lib ketishiga ishonmagan ekansiz. Yo'q, ishonmaganman, to'g'ri aytasiz. O'shanda ham shuni xo'jayinim aytgandilar, to'g'ri. Men bunaqa katta anaqa bo'lishiga ham, даже mana shu kichkina ochayotgan joyimizda ham yurishib ketishiga ishonmaganman. Va mayli kuniga mana buncha olib kelsangiz ham hali deb mana shunaqa deb o'tirganman. Hali ko'rasan zo'r bo'ladi deganlar. Yo'q, haqiqatdan mana fevral ochgan bo'lsak, уже bizani avgustda 3 ta filialimiz bor edi. Qachon ochgan bo'lsa edi? Fevralda ochgan bo'lsak, 3 oyda, 3-4 oy, 5 oy, 6 oy deylik. 6 oyda biz уже 4 tacha filialimiz bo'lgan.
Yaxshi. Yaxshi. Shunaqa zo'r ketganmi? Zo'r bo'lib ketgan lekin. Siz o'sha paytda bloger bo'lgansiz, Bloger to'g'rimi? bo'lganman, reklamalar qilganmiz. Reklama o'zingiz O'zim. shu blog orqali, o'zingiz reklamangiz orqali shunaqa Endi bizani oilamizni tanishardi-ku. Mana men o'zi 2013-yillardan Instagramda bo'lganman. O'sha paytdan meni tanishardi. Bizlar shu parich ko'p yurgan paytlarimizdan tanishganiga, odam baribir o'zlarini tanigan odamnikini yeb ko'rgisi keladi-ku. Menimcha shunaqa bo'lganda, ko'pchilik shunga yeb ko'rgisi kelgan, yoqqandan klient bo'lib qolishgan. O'sha mana shu blogerligim ham shu narsaga yordam bergan deya olaman, chunki hozir reklama-ku, hamma narsa baribir. Reklamani chiroyli qilib bersangiz, odam baribir shu narsani mahsulotni olib ko'rgisi keladi. Lekin haligacha mana sizlarda уже taniqli brend, sizlar hamma klientinglar ham bor, mijozinglar bor, doimo har kuni zakazlar bo'ladi, lekin haligacha reklamaga pul ajratasizlar, to'g'rimi? Nima uchun? Bular shunaqa deydilar, reklama qilmasa odamlar esdan chiqib qoladi. Mana Coca-Cola nima qiladi reklama bo'lmasam, hamma biladi uni, hamma shundoq ham olib ichadi-ku. Qilmasak baribir bo'lmaydi, bizani brend ushlab turish uchun ham qilib borish kerak deydilar. Rostdan ham meni faqat reklama bilan cheklanib qolmaganlar. Boshqa bilasiz, o'zingiz ko'rgan bo'lsangiz, juda ko'p, почти hamma blogerlardan reklama olganmiz. U pulga sotib olasizlar. Pulga sotib. Barterga ham bartergan bo'lsa. Barter endi o'zimni tanishlarim, yaqinlarim qilib berishligi mumkin, lekin ko'pchilik baribir pulga reklama qilib berishadi. Demak, marketing otdelini kim boshqaradi? O'z turmush o'rtog'ingizmi yoki yana komanda olganmisizlar? Komanda bor. Bor, уже komanda bor. Hozir sizlarda nechta filial? To'g'risini aytsam, sanog'ini bilmayman hozir. Menimcha 24 ta. 24. Chunki orada yopilganlar ham bo'ladi, o'shanga sanog'ini bilmay qolaman. Arendatorlar bilan kelisha olmay qolishadi, boshqa bo'ladi, o'shanda yopilib qolishi mumkin bir ikkita filiallarimiz. Viloyatlarda ham ochilgan. Viloyatda ochilgan, Buxoroda bor hozircha. Buxoroda ikkita yana viloyatda ochildi, u yerda franshiza olganlar bilan kelisha olmadi-da. Shu bilan yopildi boshqa anaqadagilar. Franshiza qilib sotasizlarmi yoki franshiza qilib ham sotadilar, franshizadan tashqari yana 50%ga anaqa bo'ladilar o'zlari. Chunki bular o'zlari bozorlikni o'zlari chiqaradilar-da. Hamma filialga bitta filialdan go'sht, bitta joydan, ya'ni sexdan go'sht boradi, xamir boradi, ya'ni hamma filiallarga o'zimiz tarqatamiz. To'g'ri. Go'shtlarini. Sifatini ushlash uchun deydilar, mana shu narsalar. Men uncha anaqam yetmaydi bu narsalarga aqlim, no. Ular shu anaqalarni o'zlari qiladi. Men faqat shu reklama tarafdan bularga podдержка qilib, reklama qilib, nimadir yengillik bo'lsa, auditoriyaga aytib, mana shunaqa qilib turaman. Aslan hamma ish o'zlarida, shuning uchun men o'zimni hozir boshida business woman deb tanishtirdim, lekin business womanligi bilmadim, tortamanmi yo'qmi. Lekin kimdir menga shunaqa gapirishganda, men Nargiz asoschisi, lekin erlari keyin qo'shib qo'ydilar erlarini deb, boshqacharoq tushuntirishganda, odamlar shunaqa deb o'ylashgan. Yo'q, boshidan mana shu remont hammasini o'zlari qilganlar. Endi to'g'ri asoschisi deganda может nimaga unaqa deyshadi, billa qilganimizga, ya'ni billa qilganimiz nimaga? Chunki boshida mablag' tarafidan erimga yordam berganman xo'jayinimlarga-da. Shunga shunaqa deyishligi mumkin, lekin uni tepasida yugurib, o'sha remonti yoki somsachi topish, ishchi topish, ishchilarga keyin o'sha pulni bo'lish, uni hammasini tepasida o'zlari turadilar. Men просто поддержка qilgan bo'lsam, o'sha boshida ochilishimizda haqiqatan mablag'lari unaqa yaxshi bo'lmagani uchun, moliyaviy taraf deydi, nima deydi, u taraflar yaxshi bo'lmagani uchun, men o'zim blogerligimdan topgan pullarimni masalan bularga berib, shu tarafdan yordam bergan bo'lishim mumkin, podдержка sifatida. Birinchi o'sha ochishiga necha pul ketgan? Shu 25 ming. 25 ming. O'sha anaqa zametkaga yozib yurardik ikkalamiz ham. Eslayman, 25 ming ketgan. O'shanda nima aytganman, kuniga 500 ming olib kirsangiz ham katta gap Ibrohim aka, вообще ko'p pul ketyapti deganman-da. O'shanda ko'rasan hali deb aytardilar, ishonmasdim haqiqatdan. Yo'q, yaxshi zo'r bo'lib ketdi, ko'zda emas. Zo'r bo'lib ketdi. Baribir ishonish kerak ekan xo'jayinisiga. Lekin mana xo'jayinisi rivojlanishi uchun qancha ayollarni roli qanaqa kattami yoki mana siz ishonmayman degansizda rivojlanishiga, lekin kimdirlar bunda muvaffaqiyatli istoriyalarni eshitsangiz aytishadi-yu, ayolim menga ishongan, ayolim menga kuch bergan. Shu narsaga qo'shilasizmi yoki yo'q, baribir katta gap erkaklarda o'zi ham eplab ketish kerak, nafaqat ayollarga tashlab qo'yish kerak? Menimcha 50 ga 50. Erkak ham tortib ketish kerak-da, baribir.
bitta ayoli og'zi bilan siz muvaffaqiyatli bo'lasiz, siz rivojlanib ketasiz hali deb o'tirsada, u odamni o'zida, ya'ni er o'zida bu narsaga ishtiyoq, bu narsaga qiziqish, bundoq bir nima desa bo'ladi, mas'uliyatli bir shunaqa odam bo'lmasada, u qayerdan bitta ayolni gapi bilan bo'lib qoladi. Menimcha ikki tarafdan deb o'ylayman. Bitta ayol emas, erkak kishi ham, ya'ni harakati bo'lishi kerak. Конечно, biz поддержка berib turishimiz kerak. Men ham hozir ishonmaganman do'm, поддержкада bo'lganman va bir billalashib, anaqa qilganimizda fikr almashishlar bo'lganda boshida rosa. Undoq qilsakmi, bundoq qilsakmi deb masalan. To'g'ri, sizga yoqmaganda reklama ham qilmasdingiz, chunki sizni yuzingiz-ku. Odamlarga o'zingizga yoqmaydigan narsani odamlarga ham tavsiya qila olmaysiz, to'g'rimi? To'g'ri. Endi mana bu oila haqida gapirsak, mana siz blogersiz. Lekin ham hijobdasiz. Endi islomiy tomonni qarasak, ko'plar gapiradi, anaqa yuzni ko'rsatmasin, chiqmasin. Sizda bunaqa muammolar bo'lmaganmi? Yo'q. Turmush o'rtog'ingiz bilan bo'lmagan. Hech qachon bunaqa gap Yo'q. O'zi men shu bloger bo'lganda boshda hijobsiz edim. Hijobsiz bo'lganman. Keyin 2021-yil, по-моему, hijobga kirdim. 21-yil. O'shandan keyin men blogimni davom ettiraverdim. Menga hech qanaqa qarshilik bo'lgani yo'q. Uydagilardan ham, masalan, Oyijon, Andijongilardan ham yoki xo'jayinim tarafdan ham. Intervyungizda ham ko'rdim, juda ham yaxshi munosabatda ekansiz, ham qaynanangiz bilan, qaynotangiz bilan. Haligacha birga yashaysizlarmi yoki Yo'q, Birga yashaymiz. Birga yashaysizlar. Qanaqa qilib sizlar ham ishlaysiz, ham rivojlanasiz? Sizga hech qanaqa to'sqinliklar qilishmaydimi? Yo'q, to'sqinliklar lekin qilishmagan. Oyijon menimcha juda ham yaxshilar. Bunaqa yaxshiliklariga ishonishmaydi. Ayniqsa qaynanalar. Keyin o'zi o'tkazib turg'izadi bu. Shunaqa ko'rinyapti videoga deyishadi mana. Rosa o'qidim YouTube'ga shunaqa deb yozganlarni. Menimcha tanimaganlar yozgan u gap. Men o'tgan safar berdim Oyijon bilan intervyu. O'shanda kommentga yozib tashlashganda, voy, ko'rinib turibdi, oyisi o'zi zo'rg'a gapiryaptilar, ko'zlaridan ma'lum, o'tkazib turg'izadi bular, ikkita onasi bilan o'zi. Undoqda bu qiz o'zi bundoqda deb meni tanishmaydi lekin meni. Menimcha даже Instagramni ham kuzatishmaydi. Nima demoqchi edim shunaqa odamlarga? Oyijon o'zi tabiatan mana shunaqa odamlarni tortinchoq gapirishlari, bu joyga borganda gapirib berishlari nimadir sal qiyin. Masalan, tем более kamera birinchi marta Oyijonni kamerani oldida gapirishlari bo'lyapti. Yana begona ikkita intervyu olishga kelgan ayollar endi birinchi marta ko'rib turgandilar. O'shanga tortinganlar edi. Anaqa gap yo'q, ya'ni o'tkazib turg'izadi, undoq demanglar, unaqa emas, bizada hammasi yaxshi. Oyijonni uyda masalan ovqat qilmayman deganman o'sha yerda intervyumda ko'rgan bo'lsangiz, ish qilmayman desam, oyisi qiladi deyishibdi, unaqa ham emas. Meni uyda ikkita yordamchim bor, o'shalar hammaligi qilishadi. Oyijon masalan bizga faqat shirin ovqatlar qilib bersalar bo'ldi, chunki ovqatlari haqiqatan ham juda ham mazali. Hammamiz yaxshi ko'ramiz, даже Oyijon aytadilar, "Shu o'zing qilgan ovqat" deb Oyijonga. Shuning uchun faqat ovqat Oyijon qiladilar, qolgan ishlarni yordamchilarim qiladi. Unaqa gap chiqarmanglar iltimos. Oyisi qiladi, bu o'tirar ekan, qilmas ekan, ishlab yuradi, ko'chada yuradi, oyisi uyda xizmatini qilib o'tirar ekan degan gaplarni o'qidim-da, rosa o'shanda xafa bo'lib ketdim. Yana mabodo qayerdadir shunaqa gaplashib YouTube'ga chiqsam dedim, suhbatlashib, o'shanda etib o'taman dedim, mana etyapman. Hech qachon sizga qaynanalik qilmaganlar? Yo'q, qilmaganlar. Mana boshida tushganimda ham, kelin bo'lib tushganimda ham unaqa bir "Mana bu yerda qilib qo'ymabsiz, Nargiza" degan unaqa gap eshitmaganman. Ne только bu narsa menga nisbatan, meni ovsinim ham borlar, ovsinimga unaqa narsa qilmaganlar masalan. Yo'q. Bo'ladi-ku shunaqa odam, tabiatdan juda ham hokisor shunaqa insonlar-da. Bitta gap o'zingiz ham gapira olmaysiz insonga, o'zlari ham sizga bir lishniy gap boshqa qilmaydilar. Juda ham muloyim. Может, bularni hayot shunaqa qilib qo'yganmi, men bilmayman. Balki. Chunki ko'p narsalar boshlaridan o'tkazganlar, ular narsalarni gapirgim kelmayapti, juda ko'p narsalar boshlaridan o'tgani uchun ham, может, mana shunaqa bir lekin ko'plar boshidan ko'p narsa o'tkazganda keyin men ham endi shunaqa bo'laman deydi-da. Masalan, qattiqqo'l qaynana bo'lsa, men ham shunaqa qaynanalikni qilaman deydiganlar ham bor. Yo'q, bular qaynana tarafdan emas, qaynana tarafdan unaqa narsa emas, prosta o'zi hayotda o'zi masalan yo'qchilik boshqadan ezib qo'yadi-ku baribir odamni. Shunaqa narsalar bo'lganidan shunaqa bir o'zlarini qisib qo'yganmikinlar deyman-da, qanaqalarni fikrlarini masalan aytolmasliklari yoki boshqasi
man o'zim bilan o'zlari qolsalar aytolinglar yoki qizlari bilan o'tirsalar-ku gapiramiz, gaplashamiz. Masalan, juda ham indamay o'tirmaydilar, intervyuda ko'rishganda lekin sizni maqtadilar intervyuda. maqtadilar, to'g'ri, zo'r. Biz gaplashsak ham hozir urishib, mani urishadilar yoki man ularga anaqa qilaman demayman. Prosta gaplashib boshqa qilib o'tiradilar. Prosta intervyuda sal xijolat bo'lganlar-da. Bu narsa menimcha shu xarakterga kameraga bog'liq. ham chiqish oson emas. Hamma kamerani ko'rganda boshqacha bo'lib qoladi. O'rganib ketganlar, masalan, blogerlar уже bir necha marta chiqqanlarda уже gapirib ketaveradi. Lekin birinchi chiqqanda har gal anaqa to'g'ri gapirdimmi, nima lishni gapirib qo'ymadimmi, shunaqa bo'ladi. Поэтому tushunaman. Sizni o'zingiz ham ishlaydilarmi? O'zinim bizada Chitirda hozir ishlayaptilar. Ha, ishlayaptimi? Chitirda anaqa xolodeslarimiz bizani uydan chiqadi. Oilaviy brend desa ham bo'ladi. Shuncha o'zi xolodets, kompot, somsamzani yog'i, keyin okroshka mana yozda qilishardi. Shirinliklar mana hozir yaqinda mana bekeri ochdik. Yangi brend u ham xudo xolasa. Mana bakery. O'shu mana shu narsalardalar. O'zinim ham biza bilan shu sferada. Lekin savol so'rasam bo'ladi, 7 yil yaxshi bo'lmagan ekan munosabatinglar. Bizada ham bo'lgan boshida shunaqa ozgina. Qanaqa desa bo'ladi? Может chiqishib keta olmaganmizmi? Может endi orada bir-birimizni gapimiz bir-birimizga noto'g'ri yetib kelganmi? O'shani hisobiga biz yaxshi gaplashmasdik, to'g'ri. Oxirgi mana 2 yil yaxshimiz. Yaxshi. Demak, yaxshi munosabatga aylanish mumkin, to'g'rimi? Mumkin. Endi ko'plarda ovsinlar bor, qaynagachilar bor. Sizda qaynagachingiz bilan yaxshimi munosabatlar? Ular bilan boshidan yaxshi bo'lgan. Boshidan yaxshi. Yaxshi. Bizda ham oila, men ham qaynona, qaynota bilan yashayman. Mana уже 15 yil bo'ldi, birga yashaymiz. Lekin shu paytgacha bizga hech qachon mana shunaqa to'sqinliklar qilmaganlar. Men ham ishlayman, ertalab ishga ketaman, kechki payt kelaman va bir xil kunda ham bo'lib ketadi-ku, 9da 10gacha qolib ketasiz. O'sha kunlarda ham hech narsa gapirmaganlar. Lekin men fikrim bo'yicha mana ayollarni uydan, mana oilali ayollarni rivojlanishi uchun oilasida tinchlik bo'lsa, shuni ham katta gap-da. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri aytyapsiz. Chunki Rivojlanishida bu narsa juda ham katta ahamiyatga ega. Agar uyingizda notinch bo'lsa, uyingizda didi bo'lib turaversa, siz уже fikringiz ham bo'linadi. Уже nimadirga anaqangiz ham qolmaydi-da. Mana bu narsa bilan anaqa o'ralashib qolasiz uydagi mojarami yoki muhitni to'g'irlash bilan. Kuchingiz ham qolmaydi keyin ishga borishga. Shunaqa. Shuning uchun qaynonalarga katta rahmat deymiz. Mana ikkita ishlaydigan muvaffaqiyatli Shunaqa ayollar. qaynona bo'lish kerak rostdan ham. Men ham o'zimga shunaqa qo'yib qo'ydim maqsad. Men ham shunaqa qaynona bo'laman. Men ham. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Endi siz mana hozir ko'plar erga tegsa ham ayollar shunaqa o'ziga maqsad qo'yib olgan. Men rafiqa bo'lish va ona bo'lish bu ham ish deydi. Siz o'zingizga qanaqa rol tanlagansiz? Siz o'zingizni qanaqa ko'rasiz? Rafiqa bo'lish, ona bo'lish bu ham ish, to'g'ri, lekin to'g'ri aytishibdi. Kim aytgan bo'lsa, u ham katta anaqasi bor o'zini mas'uliyati, lekin endi agar o'zi xohlasa, sharoiti bo'lsa, o'zida ham xohish bo'lsa, menimcha ishlagani ham yaxshi. O'zi qiziqqan bir sohada, nimadir hunari bo'lishi mumkin. Masalan, boshida onam salonlari bo'lardi, men o'sha tirnoq qilganman men. To'yimdan oldin men o'shanda ham men ishlagan ekanman hozir islomda 19 yoshimda tirnoq qilardim. To'yimdan keyin bir yilcha ishlab shu bilan qoldi u anaqam. Ishlamadim. Ya'ni aytmoqchiman, o'zi qiziqqan narsasi bo'lsa ishlagani yaxshi, chunki o'zini puli bo'lgani yaxshi deb o'ylayman men ayol kishini. Siz men bu fikr bor, meni pulim. Erimni puli, u ham meni pulim. Siz bu fikrga qo'shilasizmi yoki общий byudjet sizlarda? Bizda oldin masalan общий edi deylik, masalan men topganim masalan uyga bo'lardi, ularniki ham. Ya'ni hozir lekin meni pulim bo'lib qolgan. Meni pulim, erimniki ham meni pulim. Shunaqa. Bu mana ularni hozir yana bitta такой savolim bordi. Eringiz demak hozir muvaffaqiyatli, rivojlangan, o'ziga nima deydi, samodostаточный mashina desa bo'ladi. Lekin bitta narsa borda, gap. Mana tim bo'ldi O'zbekistonda hozir ko'payib ketgan. Erkaklarning puli ko'paysa, ikkinchi xotin olishadi. Siz bu narsadan qo'rqmaysizmi? Men to'g'risini aytsam oldin qo'rqardim. Mana shu narsadan hozir mana
aytib o'taman. Manga Instagramga mani ko'rib bitta qiz yozibdi-da shu narsani. Nargiz opa, man erimni даже duo qilgim kelmaydi, что ko'p pul o'sha topsin, ishi yurishib ketsin deb. Chunki man qo'rqaman yurib ketishlaridan deyishyapti. To'g'risini aytaman, menda ham mana shu narsa bo'lgan oldin. Ana ko'p pul topib ketsa hali yurib ketadi. Chunki o'zi xo'jayinim to'ydan oldin rosa babnik bo'lganlar-da. Men endi o'ylaganman, to'ydan oldin pullari bo'lgan, boshqa bo'lganda, o'zlarini yurg'izgan даже kafelari boshqalari bo'lgandi. To'ydan keyin ras shunaqa cho'kib qolindimi? Erazmanki o'shanda o'zimga o'zim mana bunaqa miyada signal kelyapti, что ertaga ish yaxshi bo'lib ketsa, yurib ketishi mumkin degan narsa. Menda ham bo'lgan u narsa o'sha payt. Даже o'sha payt men aytardim, что mayli shunaqa bo'lgan ham yaxshi, tipa pul topmaganlari ham yaxshi, anaqa xiyonat qilmaydi o'shanda, yurmaydi dedim. Bu noto'g'ri ekan bu Ko'plar narsa. shunaqa deydi. Shunaqa deydi, ko'plama shunaqa deydi, to'g'risi. Menga nechtasi shunaqa yozadi, что pul topmasin, mayli pul topsa yurib ketadi deb. Mana shunaqa deb yozadigan qizlar bor. Shunaqa fikrlaydiganlar mana shular o'zini blok qilib qo'yar ekanda miyasida. Erini anaqa qilishini, ya'ni rivojlanishini ham. Qanaqa qilib chiqib ketdingiz bundan? To'g'risi bilmayman. Qanaqa qilib chiqib ketganimni bilmayman, lekin hozirda unaqa fikrim yo'q. Ya'ni pul topsa ikkinchi xotin oladi yoki yurib ketadi, boshqa degan narsam yo'q. Menimcha anaqa qilish kerak-da. Nima desa bo'ladi? O'ziga ishonish kerakmi, yo'q qo'yib yuborish kerakmi, bu narsani miyadan chiqarib yuborish kerakmi? Lekin bitta intervyusida erim xiyonat qildi deb aytgan ekansiz. Bo'lgan, O'shanda Unda lekin balki o'shandan keyin o'tib ketgan. Mo'sh o'shandan keyin rostdan ham. O'sha boshingizga tushgandan keyin hech narsa emas ekan deb. To'ppa-to'g'ri. Mana qarang, o'shanda bizda chitir-chitir yo'q edi. Men ro'molda hijobda emas edim. Chitir-chitir yo'q. Hali xo'jayinim unaqa yaxshi pul topmaydilar. Asosan uyda mana shu men topgan pulimiz, ya'ni o'pshiydirdim mana u payt bu pullar. Endi shu pulimiz bo'lganmi deylik. O'shanda xiyonat ko'ryapman men. O'shanda keyin o'zimga o'zim aytganman-da, rostdan ham. Значит, agar yuradigan odam puli yo'q bo'lsa ham yuradi. Puli yo'q, ko'chadagi kirakash bo'lsa ham yuradi yurmoqchi bo'lgan odam. Bu narsaga qaramaydi menimcha. O'sha uchun U anaqasi tabiatida bo'lsa yuradigan yurar ekan. Endi hozir yana savol kelishi mumkinki, "Znash o'shanda pul yo'q yurgan, znash hozir ham yurar ekan" deb buni yera deb. Endi unisi o'zlariga ayon. Men lekin ishonaman, что unaqa narsa yo'qligiga. Lekin reelslaringizda har doim qo'yib yurasiz qizlarni. Lekin bu prikol Bu просто prikol sifatida olingan videolar, uni kelishilgan bo'ladi-ku. Hamma baribir bilsa kerak buni. Bilmadim. Hozir ishonaman unaqa narsa yo'qligiga. Demak, o'zingizga ishonchingiz Men bitim tinchda, bilmayman, men bitim tinch shu narsadan. O'sha paytda notinch bo'lardimi? U paytdan vроде tinch bo'lardi. Vроде tinch bo'lgan rostdan u paytdan. Nimada anaqa bo'lganda u payt miyamda. Qayerqa yuradi? Puli yo'q-ku degan narsa bo'lganda u payt menda masalan. O'shanga tinch bo'lgandirman, может. No, keyin menga o'zligi o'sha anaqada ko'rgandirsiz, aytib berganman, qanaqa bo'lganimni. O'shandan keyin lekin yaxshigina tavba qilganlar. Menimcha o'shanga уже boshqa unaqa Endi xatoliklar ketib qolgan. Sizni qo'rqandirlar-da ketib qolishingizni. Ketib qolishimdan ham burun ularni miyalarini yomon yevoraman-da. Уже uydan chiqolmaydi ular. Yarashmagunimcha uydan chiqmasdan mana shu ko'milib o'tiradi, mana bitta ish qolib ketadi. Shuning uchun ham menga kerak emas. Biz ko'p gaplashamiz bu mavzuda. Ko'p gaplashamiz mana shu ikkinchi xotin temasida, ko'chada o'sha qizlar bilan yurish, boshqa. Lekin qayerga borsalar aytadilar masalan, bu joylarga borsalar sразу video tashinglar, men bitta mana bunaqa. Chunki senga baribir yetkazilgan ku mendan oldin podpischiklaring, shunga yuborib qo'yaman, mana o'tirma, xavotir olma, qizlar yo'q deb bunday oldinlarini oladilar. Endi bloger Bunisi bo'lgan ham zo'r bor, ekan lekin bloger bo'lganingizdan keyin to'g'ri hamma taniydi-da. Hamma taniyyapti. Men ham qayergadir borsam, men bormasam ham erim borsalar, ularni tanishadi-da. Aytishadi, "Men ko'rdim eringizni" deb. Уже meni ko'zim bor deb qo'yaman. O'shaning uchun blogerlarning yeriga juda qiyin. Tinch yurolmaydi. Yurolmaydi. No, o'zlari ham hozir faol bo'lib ketdilar. Anaqada Instagramda o'zlari ham ko'rdim intervyuda siz aytgan ekansiz, o'zlari ideya berar ekanlar. Mana yaqinda oxirgi olganimizni o'zlari ideya berdilar. Undan oldingilar почти hamma reelslarim ular bilan chiqadiganiga o'zlari menga topadilar. "Men buni olamiz, men buni qara zo'r ekan" deb tashab o'tiradilar. "Men buni olaylik, davay" deb. Zo'r, lekin atrofdagi mana muhitga ham katta gap. Lekin atrofdagi muhitda ularda yo'qmi shunaqa insonlar, mana
hijobga kirgan ayollari uyda o'tirsin, ish qilmasin. Yon atroflardan Ha, yon atrof. man bo'lsa ham bilmayman, lekin menga aytmaganlar hecham kelib. Ha, ularni bilmaysiz o'rtoqlarini. O'rtoqlarini masalan fikri qanaqa, bizani blogimiz haqida deylik, menga aytmaganlar, mana bunaqa deyapti bu deb hech aytmagan ekanlar. Может, yo'qdir, bilmadim. Chunki erkaklar bir xil patlada ayollardan ko'proq gapiradi-da. Da, Bo'lishi mumkin. Вот. No, endi balki ularga ham gapirishmagan. Может, o'zlariga aytishmagandir. Da, balki. O'sha uchun bilmayman. Lekin bunda ham yomon narsa yo'q, to'g'rimi? Siz oilangizni ko'rsatasiz. Вроде решadi, manimcha yomon narsasi yo'q. Bizda oilaviy семейный content. blog masalan. Mana hozir oxirgi payt asosan storieslarimda bolalarim ko'ryapti. Endi reelslarda to'g'ri o'zim chiqib boshqa qilishim mumkin, no hali hech yomon gap eshitmadim. Bolalarni Instagramga qo'yish qo'rqmaysizmi? Shunaqa yo'qmi? Anu ko'z tegadi, nazar ko'z. Uydagilar aytishadi, qo'ymang ko'z tegadi, qo'ymang deb. Baribir qo'yaverasiz. Men baribir qo'yaveraman. Lekin ta'siri yo'q demoqchiman. Menimcha ta'siri yo'q deb o'ylayman men. Yana Chunki bilmadim. ko'plar shunaqa deydi-da, menga ham nima qo'yasiz deb. Endi man chunki bu narsaga ko'z bor, to'g'ri. bor narsa, bor, lekin qancha ko'p ishonsangiz, shuncha ko'p O'sha narsani o'ylayversangiz keladi-da o'z oldingizga. U qo'ysangiz qo'ymasangiz, ani kasal bo'lishini o'ylayversangiz ham yoki yana bir o'sha xiyonatni o'ylayversangiz ham o'sha oldingizga kelar ekan. Uni sal qo'yib yuborish kerak, o'ylamaslik kerak menimcha. Men yana bilmadim. Men shunaqa fikrdaman. Sizda mana shuni gapirdingiz hozir, nimani o'ylasangiz shu narsa hayotingizga keladi. Sizda qanaqa qo'rquvlaringiz bor? Hozirmi? Qo'rquvim yo'q ekan. Hech qaysi qo'rquv yo'q. Yo'q, oilaviy demoqchimisiz? Farqi yo'q. Ishmi, farzandlarmi, turmush o'rtog'ingizmi yoki любой qo'rquv, hech qaysi yo'q. Yo'q, unaqa bir dunyoviy anaqadan qo'rquvim yo'q ekan. Yaxshi. Siz nimadir o'zingiz ustingizda ishlaysizmi, qanaqadir o'qiysizmi, psixologiyami yoki faqat o'zingizni hayot? Mani eng zo'r psixologim bor. Kim? Mani o'rtog'im. Taniysizmi yo'qmi? Ibragim Zadelayev, har kuni o'zi o'sha qiz bilanman. Hozir bosh shaharda-da, просто o'zi uyga bu yoqqa olib kelardi, uni yurdim. O'sha mani eng zo'r psixologim. Chunki men uni shunaqasiman, u mani shunaqam. Chunki oilamizda, erimiz bilan deylik, yoki nimadir muammo bo'lsa, juda ham chiroyli yechim topib beradi menga u, men unga. Zo'r. Shu. Lekin hammada ham unaqa emas. Hammada ham unaqa o'rtoq ko'pchilik yozadi. Shu narsani что havas qilamiz sizlarga, shunaqa o'rtoqchiliklarga. Biz kollejdan o'rtoq bo'lganmiz. O'sha 10 yil, 11 yil bo'libdi. Opa singillaringiz yo'q? Singlim bor, no singlim hali yoshda. 17 yosh u hali. 17 yosh. Uni hozir fikrlash umuman boshqacha, meniki umuman boshqacha. Bo'lisha olmaysiz ham, yeta olmaysiz. 2-3 yoshli farqi bo'lsa, u уже bir-birini anaqasiga to'g'ri kelardi-da. U hozir juda yosh. U hozir menga umuman boshqacha savatlar berib qo'yishi mumkin, undan agar nimadir so'rasam. Yoki o'zingizga nimadir gapirsangiz, unga travma bo'lib qolishi mumkin, unaqa ekan deb. To'g'ri. Boshqa ukalar, akangiz bor, uchta farzand. Sizni onangiz judayam aktivniy, judayam joylardan ekanda shunaqa. Lekin интересно ko'rish, ularni reaksiyalarini bir xilda pranklarni olar ekansiz. Qo'rqmaysiz ama? Qaynonangiz ustidan prank qilgan ekansiz. Oyjonniki yomon bo'lgandi o'shanda. Yomon hayotga qolib ketganman o'shanda. Oyjonga qilib. Qo'rqmasdan oldingiz, lekin o'zimga g'alati bo'lib ketdi. Mana Umarlar ham bor edi o'shanda. Keyin anaqa qilganmiz, storiyaga chiqqanmiz, что oyjon bilardilar deb ato qarasam yomon yozib tashlashyapti. Lekin onamga shunchalik qilishmadi. Может, opamni ko'rinishlari anaqa-ku. O'shanga men qanaqa qilib oyingizga, o'sha qaynonangizga unaqa ish qildingiz deb sizdan qo'ynim qoldi. Shunaqa yozganlar ham bo'ldi. Просто bu hazil bo'lganda. Hazillashgan onamga ham qildim keyin bu narsani. Nima uchun mana shunaqa pranklarni olasiz? Просто aktiv bo'lish uchunmi? Aktiv bo'lish uchun deydigan bo'lsak, men o'zi oldin masalan bloger sohasida mana shunaqa hali vaynlar yo'q bo'lgan paytlari bo'lgan, eslaysizmi? Masalan, 20-yillarda, 19-yillarda hali vayn unaqa narsalar olinmasdi. Faqat rasmlar qo'yilardi. Qayerga borgan story ham bo'lmasdi, postga qo'yilardi-ku hamma narsa. O'sha paytlarda menda bunaqa qilig'im bor edi, masalan. Yoshligimdan masalan mana shu nimadir qilib, bilmayman, shunaqa odatim bor, shu
maza qilaman shunaqa narsa bo'lsa kulaman maza qilib yoqadi xullas endi man uchun yomon narsa emasdir. Oyim ham rahmatli onamni onalari oyimga ham bir marta hozir esimga tushib ketdi-da kichkinaligimda 10 yoshmidim 13 yoshmidim uxlab tursalar suv ichardilar shunaqa stakanda suv turardi-da oyim oldilarida biza uni anaqaga almashtirib qo'yganmiz aroga shu ustilaridan shu kulish uchunda o'shanda yosh bo'lganmanmi davay shunaqa qilamiz deb akam bilan ikkalamiz yana yoniga zakuskaga anaqa bodring qo'yib qo'yganmizda bir stakan suv ichardilar turib ko'zlarini unaqa ochib ichardilarda biz o'shanga aroq qo'yib qo'ymizda просто kulish uchun o'shanda ya'ni aytmoqchiman o'sha paytdan manda shunaqa yomon odat bo'lgan ekan O'zingizdan ideya chiqadi. shunaqa qilib qo'yaylik davay deb Yomon anaqa Ular ekan. so'rashgandilar oyim o'shanda mani bular o'ldirmoqchi deb ertasiga o'shanda ham yordamchimiz bo'lardi o'shanga aytgan ekanlarda mani bular o'ldirmoqchi что-то mani bu uyda 3 ta dushmanim bor Nargiz Sherzod opam otlar xolis shu 3tasi deb aytib o'tirgan ekanlar o'sha Opanggiz ham bormi? yo'q onam aytadi opa deyman Yomon anaqa bo'lgan ekan, sho'x bo'lgan ekan. sho'x bo'lganman lekin erga tepirsa quyiluvdim Da? hozir ham ancha bu paytdan anaqa bo'lganman to'ydan oldin ancha sho'x qiz edim Lekin men intervyuda ko'rdim va hozir ham siz bilan gaplashib o'tiribman. Siz juda ham bosiq, spokойный. Instagramingizda umuman boshqachasiz. Instagramda anaqaroq ko'rinamanmi? Ha, anaqada nima edi? Sho'xga o'xshaysiz. Yo'q, lekin qizlar yozishadi menga. Rosa og'ir bosiqsiz deb. Og'ir bosiqsiz deb yozishadi. Ancha menimcha shunaqami? Mana heyt bo'ladi, juda ko'p bo'ladi, to'g'rimi? Har bitta endi faol bo'lgan insonda heytlar ko'p bo'ladi. Bu narsaga qanaqa qilib qaraysiz? Og'ir botgan so'zlar bo'lganmi sizda? Heyt o'zi вообще o'qimayman. O'qimaysiz. Kommentariyalarga yozib qolishligi mumkin, bilaman, o'qimayman вообще. Bir ko'zim tushib qolsa atvet yozaman. Ko'zim tushmasa shu yozib qolib ketaveradi. O'qib o'zimga olib mazam qochib o'ylayverib 2-3 kunlab unaqa bo'lmagan ekanman hech lekin shu oxirgi shu YouTube'dagisi shu o'qiganimda rosa xafa bo'ldim mana o'sha oyijon haqida yozishganligida ya'ni men bilan oyijonni opammi o'sha yerda yozishganda onamni bular anaqa qilib qo'ygan o'zi o'tkazib qo'ygan oyijonisi qo'rqib turibdi degan gaplar menga o'shanda yomon tegdimi nima desa bo'ladi shunaqa bo'ldida ya'ni yoqmadi Ta'sir unaqa narsa emas-ku deb o'sha yerda yozim ketdi men YouTube'ga yozishni bilmas ekanman YouTube'ga nimadir bo'lishi kerakmi yozish uchun yozolmadim anaqa bo'lishingiz kerak. Loginingiz, parolingiz bo'lishi kerak. Yozolmadim. O'zi YouTube'dachi shunaqa narsa borki, sizni tanimaydigan odamlar ham kiradida, nima xohlasa yozaveradi. Shu tomoni ham bor ekan. Rivojlangan, nima deydi, ko'plar YouTube'ga kirar ekan, lekin любой videoga nima xohlasa yozib ketaverar ekan. Og'ziga kelgan narsani yozib ketaverar. Shu juda ko'p yozishgan. O'ylamasdan ham, chunki baribir odam ko'rsa ham ta'sir qiladi-da. O'ylashmaydi ham, что men hozir kimdirni xafa qilib qo'yaman, mana o'qisa. Xuddichi harakat qilishadi mana, yana tegishga. Nimadan deb o'ylaysiz shunaqa? Mana odamlar heytlar yozadi, yomonlik yozadi kimdir haqida. Bilmasam, u odamga bitta narsa yozish uchun vaqtini ajratib, bitta odamga yomon gapirish endi bilmayman qanaqa darajada u odam bir bo'sh, ishsizmi nima desa bo'ladi, bir o'ylaydigan bir boshqa narsasi yo'qmi shularni deb qolaman-da, chunki qancha masalan ishlamasa ham uy o'zida qancha problema bor, bola chaqasi, uyda masalan bitta ovqat qilish ham problema yo'q, nima ovqat qilsamikin deb o'tiradi-da, bir xil masalan odamlar bor, bugun nima qilsamikin deb. Shu lekin mana shundan vaqt topib shunga yozyaptimi, bilmayman u qanchalik darajada u odam mana shu energiyasini, shu vaqtini, kuchini qanaqadir o'zini ishiga, o'zini xobbisiga qaratsa, o'zi ham insonlar rivojlanishida ham har o'zini insonni ham katta gapda. O'zini eplasa, o'zini vaqtini, o'zini vnimaniyasini to'g'ri yo'lga qaratsa, ular ham rivojlanib ketishi mumkin-da, demoqchiman. To'g'ri. Birovni hayotini ko'rib, kovlab, tegini anaqasini qidirib, kirini qidirib, o'sha baribir hayot ham o'tib ketar ekanda shu bilan. Lekin hozir yaxshi mana ko'plar o'zini ustida ishlaydigan bo'lib qolgan.
o'zini rivojlantiradigan bo'lib qolgan. Mana kurslar, har xil YouTube'da videolar tarqalgani uchun endi mana masalan o'zimni YouTube'da man ko'plar yozishadida, ular naborot rivojlanganman, o'zim ustimda ishlayapman. Man oldin shunaqa fikrim bo'lardi, endi hozir boshqacha bo'lib qolganda, shularni ko'rib xursand bo'lib ketaman. Hozir O'zbekistonda ham ko'plar rivojlanyapti. To'g'ri, ancha oldingidan. Ancha oldin Ayollarni ishlashi boshqasiga oldingichalik anaqa yo'q yoki xohishi yo'q bo'lardi oldin. Agar unaqa bo'lsa ham sharoit bo'lsa ham xohishi bo'lmasdi ko'p ayollar masalan ishlab boshqa qilishga. Hozir unaqa bu narsa kuchaygan. Prezidentimiz ham podдержка qilyapti, hamma ayollarga yordam berib. Lekin baribir shunaqa insonlar borki, uyda o'tirsin, rivojlanmasin, o'qimasin, даже institutda ham o'qimasin, o'qishda ham o'qimasin, shunaqalar ham bor. Bu narsaga qanaqa qaraysiz? Sizda mana qizlaringiz o'syapti, o'g'lingiz, shu narsaga qanaqa qaraysiz? O'qitmaslikka. Endi bir xil oilalarni o'zini qonun qoidasi bo'ladi, har bitta oilani o'zini ichida. Ularda shunaqa bo'lishi mumkin-da, rostdan ham. Bilaman ham bunaqalarni. Shu o'qimasin, ishlamasin, uyda o'tirsin, faqat bolaga qarasin. Qaynonasi shunaqa bo'ladi yoki ularni yoki eri shunaqa bo'ladi masalan. Endi ularni o'zini anaqasi, menimcha xarakteridan kelib chiqib, fikrlashdan kelib chiqibdi. Faqat shunaqa. Shu Ular oilada tinchlikmi baribir? Menimcha sog'lom emas deb o'ylayman oila, unaqa oilani, chunki uy o'zi o'tirishadi. O'ylayvering, u ayolga menimcha normalniy udar bo'ladi. Uyda o'tirursa, naborot o'ziga yomon o'sha erkakni ham, chunki erini anaqasini ko'laydi, orqasini nima qilyapsan, nima qo'yapsan, chunki boshqa qiladigan ishi yo'q. Uyda shu ikir-chikirlarga aralashib, anaqa o'shandan o'ralashib chiqmay qoladi u narsadan. O'ziga qaragisi kelmaydi, uyda o'tirgandan keyin qarang. Men o'zim masalan bir hafta uyda o'tirib qolsam, men ham qaragim kelmaydi o'zimga. Sochimni figushka qilib yuraveraman masalan. O'shaning uchun menimcha nimagadir qiziqib, energiya olib turish kerak deydi nimadandir ayol kishi. Nimagadir bir ishtiyoqingiz oshadi-da, o'shanda bir anaqa qilgisi keladi. Voy, men bunaqa qilib, eringizni ham bo'sh qo'yasiz ozgina o'z holiga masalan. O'shandan keyin ikkinchi xotin boshlanadi. Yo'q. Ne boshlanadi ikkinchi xotin boshlanadi? Yo'q, uyda o'tirgandan keyin. Uyda o'tirganda o'zingizga qaramay o'zingizga qaramasa, uyda qaramasa, ko'layversa boshlanadi bu narsa. Точно boshlanadi. O'shaning uchun menimcha o'ziga qarab, o'zi xohlagan o'sha nimagadir qiziqsa, o'sha narsadan uni zapret qilib qo'yish kerak emas deb o'ylayman uydagilari. Men hozir aytayapman, shunaqa oilalar bor, ularning o'zini xarakteri, o'zini fikrlash doirasida olmanku, ularni menimcha endi bilmadim, biz o'zgartira olamizmi bu yerdan turib. Endi balki kimdir ko'rib qolsa shu podkastni ozgina bo'lsa ham tomchi o'ziga nimadir oladi. O'ziga xulosa chiqarsa, baribir. O'zi shu podkastlarning maqsadi shu. Ayollarni rivojlantirishga, rivojlangan ayollardan o'zinglarning fikringlarni bo'lishsa, muvaffaqiyatli ayollarni chaqiramiz har bitta podkastga. Baribir namuna bo'lib turasizda, shu o'zingizni misolingizda ko'rsatib, ham oilani boshqarish, ham sevimli rafiqa bo'lish, ham yaxshi ona bo'lish, hamma narsani ulgursi bo'ladi. Shu ma'noda ko'rsatamiz-da, chunki ko'plar o'ylaydi, mana ishlagan ayol u ko'chada qolib ketadi, bolalarga qaramaydi, eri ham sarson bo'lib ketadi, qolib ketadi, uyda ishlarni qilmaydi va shu bilan ko'chada yo'q bo'lib ketadi. Shu ko'plarning fikri shunaqa. Mana biz sizni misolingiz, meni misolim boshqacha ko'rsatyapmiz-da. To'g'ri. Hozirlikka unaqasi yozishadi hozir bizga bunaqa deb. Chunki sizlarni sharoitinglar bor, pulinglar bor, sizlar yordamchi ola olasizlar. Sizlarga gapirish oson. Yordamching bor deysan, masalan, uyda bolangga qaraydigan deydi, boshqa qiladigan puling bor, o'zingga qaraysan. Bizachi, bizda u yo'q, bu yo'q deyshadi. Menda ham masalan, men o'zim yaxshi joydan tushgan bo'lsam ham, men kelin bo'lib tushgan joyimda yo'q edi. Men ham o'shanda masalan erim bilan birga noldan ko'tarilganman. Nimani harakat qilsa bo'lar ekan demoqchiman-da. Men ham o'sha tochkada qolib ketganimda
Masalan, ishlamaganimda, ya'ni blog yurg'izmaganimda, o'shanda masalan biz korset sotganmiz. O'shani masalan sotmaganimizda sandiq chiqarardik, ya'ni fotihaga. O'shalarni qilmaganimizda hammasi erimga tashab qo'yib, erim nima taksistlik qilarmidi masalan deyliga eng hozir oson ish shu masalan. Taksistlik qilib boshqa qilib yurgan, men faqat uyda o'tirganimda bo'ldi, shu holatda qolib ketgan bo'laverardik masalan balkimda. Ya'ni harakat qilganmiz-ku o'shanda demoqchiman. To'g'ri, zo'r gap. Masalan, nolga tushganmiz o'shanda to'yimdan keyin. Nol, prям absolutно nol. Menda shu qo'limdagi telefonni olib chiqib sotib yuboradigan momentlari bo'lgan xo'jayinimga masalan. Oddiy Nokia bor, shunaqa tutardim masalan. Keyin Redmi oldik o'shanda. Redmi iPhone'ga o'xshaydigan anaqasi chiqqan edi o'shanda. Endi o'shani bir xil paytda o'shani talashib qolardik-da. Men to'yga ketyapman, berib tur derdilar. Men yo Instagramga kirishim kerak, nimaga bergim kelmayapti, zerikaman derdim. O'zim chalg'itardim Instagram bilan to'g'risi masalan, chunki menga ham to'g'risini aytaman, qiyin bo'lgan. O'zlari ham aytadilar, o'sha intervyuda aytganlar, что shunchalik sabr qilib o'tirgan, ketmagan, ko'p oilalarda shunaqa ekan, baribir zo'r joydan tushgandan keyin bunaqa joyga moslashib ketish baribir qiyin-u. Nima o'zimni shu Instagramim bilan boshqa bilan chalg'itib boshqa qilib o'tirardim-da. O'shanda. Biza ham menga ham shunaqa ko'plar yozishadi-da, sizga oson gapirish, uyda yordamchingiz bor, ishingiz bor. Hamma shunaqa deydi. Hamma shunaqa deydi. Lekin men ham hozir siz o'zingizni hikoyangizni aytib berdingiz, men ham esimga tushib ketdi. Bizada shunaqa paytlar bo'lganki, men ham o'ziga to'q oiladan bo'lganman va erga tegganimdan keyin erimni ishlari to'xtab qolgan. Nimagadir bir qanaqadir sabab bo'lgan, shundoq to'xtab qolgan. Keyin bizada shunaqa o'sha paytda ishlamasdim. Uyda o'tirib faqat ovqatlar qilardim. Ertalabdan kechgacha televizorda serialni qo'yib shunaqa o'tirardim. Shunaqa kunlar ham bo'lganki, hattoki $100 ham bo'lmasdi, uyga xolodilnikka ovqatlarni olib kelishga, nimadirlarni olib olib, mahsulotlarni pishirishlarga hech narsa bo'lmasdi-da. Keyin menga adam pul berganlar. Shunda konvertga solib berganlar, $500, mana qizim senga deganlar. O'sha paytda erim shu pulni ko'rib, shunda olib borib qaytarib berganlar-da. Yo'q, adajon, biz o'zimiz menga qizingizni menga bergansiz. Men o'zim ответственныйman, поэтому menga anaqa yordamingiz kerak emas. O'zimiz kuchimiz bilan ko'tarilamiz deb. Keyin sekin keyin 1 yildan keyin o'zimizni biznesimizni boshlaganmiz, birga boshlaganmiz тоже Lasposani. Keyin shunaqa kunlar ham bo'lganki, bizda hamma pulimiz o'sha yerga ketgan. Hech narsa ham qila olmasdik. Endi men o'rganib qolganman qayergadir borishlarga, nimadirlarni sotib olishlarga o'zimga. Ularda unaqa pul bo'lmasdi. Yig'lardim. Mayli, sabr qilardim va qaysidir kun bo'lib qoladi shunaqa. Hamma narsa o'zgarib ketdi. Harakat qilgandan ham ertalabdan kechgacha harakat qilardik. Oyijon yordam beradilar, mayli ketaveringlar. Biz 10 gacha qolib ketardik ishda-da. O'shanda ham hech narsa gapirmasdan mana sekin-sekin ko'tarildik-da тоже. Harakat qilsa bo'ladi. O'tirib komment yozgandan ko'ra. To'g'risida o'sha paytda masalan siz vaqtingiz bo'lganmi hech bir kimgadir kirib komment yozishga, hate yozishga? Menda ham hech ham unaqa narsa bo'lmagan ekan. Hozir o'ylab qarab olsam, даже bitta levi profil ochib ham yozmaganman hech kimga-da. Havas qilardim. Kimdirga mana televizorda endi o'rtoqlarim o'sha paytda ko'p chiqmasdim. Ruxsat тоже не то что ruxsat, endi hamma o'zi bilan ishi bilan yurardi. Endi uyda o'tirib qolganimdan keyin televizorda bitta передача bo'lardi. Kelin ko'ylaklar haqida Amerikada bitta katta передача bor, Say Yes to the Dress degan передача. Kleinfield katta salon уже 20 yildan beri, yo'q, 30 yildan beri o'sha ishlaydi-da. O'sha serialni ko'rib o'tirardim, havasim kelardi. Qaniydi shunaqa salonim bo'lsa-da. Baribir oziq qilish kerak ekan. Nimaga havasingiz kelsa, nima orzu qilsangiz, o'sha narsa sekin-sekin baribir hayotingizga kelar ekan. Keladi. O'zidan o'zi sizni miyangizda, sizga fikringizga shu narsa kelmaydi. Masalan, hamma ham yaxshi ko'rib, kelin ko'ylaklar haqida ko'rib o'tirmaydi yoki kimdir yaxshi ko'rib, xamir, pishiruvlarni haqida o'ylamaydi. Baribir hayotingizga keladigan narsa fikringizga kelar ekan. Alloh berar ekan. Sizni hayotingizga kela olmaydigan narsani Alloh sizni fikringizga solib qo'ymas ekan. Eshitdim bu narsani, to'g'ri aytasiz. Вот, так что rivojlaninglar, o'zingizga maqsad qo'yinglar. Ko'proq orzu qilinglar.
baribir hamma narsa amalga oshar ekan. Harakat qilinglar, o'zinglarni fikrlash doiranglarni ozgina kengaytiringlar derdim man. Ko'p ayollarda bu narsa juda ham tor. Shuni hisobiga uyda urush, er-xotin o'rtasida urush, qaynona kelin o'rtasida urush, mana shu narsadan ham bo'ladi. Fikrlash doirani menimcha ozgina kengaytirish kerak. Hozir yaqinda bizani davlatimizda anaqa Shahnoza Mirziyoyeva Chidama degan proyektini ochdilar. O'sha proyekt mana ko'plar zo'ravonlikka tushib qolishadi. Shu haqida fikringiz bormi? Nimaga qizlar shunaqa holatga tushib qolishadi? Nima sababdan? Qanaqa qilib chiqib ketishi mumkin? Bir xil erlar bor, bu narsani o'shani judayam shu o'lim darajasiga olib keladi. Bir xil erlar bor, masalan, men ham erim bilan urushaman. Bu hammada bo'ladi. Hozir endi sal narsaga chidama desak, ajrashib ketavermaydimi hamma? Yo'q, endi sal narsaga emas-da. Sal narsaga emas, endi конечно, ko'kartirib, bunaqa qilib, bu narsa yana davomiy bo'lib borsa, bu yomon. Sizlarda bo'lganmi? Bizda urushlar bo'lgan, masalan. Endi qo'l ko'tarish bo'lgan, ko'kartirishgacha bo'lmagan, lekin qo'l ko'tarish bo'lgan bizda. Oldin masalan, urushganmiz. Mana shu nimadan? Mana shu yo'qchilikdan bo'lgandi o'shanda. Nimadan? Yo'qchilikdan. Mana shu narsani. Uyda shu kamchilik boshqa shundan kelib chiqib urushlar bo'lardi o'shanda Jahl ustida. Jahl ustida. Mana men ayolligimga borardim o'shanda. Meniki bu, men olib keldim deb turardim-da. Mana shu narsadan urush bo'lib ketardi bizda masalan. Hozir unaqa yo'q, to'g'rimi? Yo'q, hozir. Demak, o'zgarishi ham mumkin demoqchiman-da. O'zgarishi ham mumkin. Va hayoti ham o'zgarishi mumkin. Hozir hammanglar ajrashinglar, chidamaylar degan. Ajrashish menimcha oxirgi yechim nuqtasi ajrashish, to'g'ri. Bu narsa уже ayol o'zini, oilasini baribir o'zi biladi-da yaxshi. Har bitta ayol o'zi yaxshi biladi. Erini ham, o'zini, oilasidagi muhitni ham, o'sha urush nimadan kelib chiqayotganini ham. Agar o'zini o'zgartirish kerak bo'lsa, qat'idadir o'zini o'zgartirish kerak. Yoki уже yashab bo'lmaydigan ermi? Ya'ni o'zi biladi-da o'sha bunaqasini. Bu odam bilan yashasa bo'ladimi, yo'qmi? Yashasa bo'lmaydimi, ko'rmayaptim, chidamasdan rostdan ham. Farzandi uchun yoki tam yana bir odamlar nosog'lom уже bu bolalar bu narsani ko'rib qolsa, qanaqa farzand bo'ladi u? Masalan, faqat eri, adasi bola onasini urayotganini ko'rib katta bo'lsa, g'alati baribir. Bitta savolim bor edi sizga. Mana sizda oldin magaziningiz ham bo'lgani. Nima sababdan yopdingiz? Giz collection bo'lgan ekan, sandiqlar. Sandiqlar chiqarardik. Ya'ni kelinchak o'yinlarimiz ham bo'lardi. Bunaqani ham tiktirardik, boshqa qilardik. Nima yopildi? Shu anaqani Maryamni tug'ganimdan keyin уже maytga bora olmadim, reklamalar qilish kerak edi uni baribir. Ketma-ket boshqa qolib ketdi, shunda qaralmadi. Qaralganda может zo'r bo'lib ketardi. Men qaraganim yo'q, to'g'risini aytganda. Shu bilan o'tib yopildi-da, bu yoqdan shu chitir ochildi. Shunaqa. Mana aytishadi-yu, baraka bitta tomonga keladi deb oilada, masalan, yoki erga yoki ayoliga. Siz bu fikrda shu haqida nima deb o'ylaysiz? Chunki sizda ham o'zingizni pulingiz bor, turmush o'rtog'ingizda ham bor deydi. O'zi bitta tomonga bu ketib qolmagan. Lekin shunaqa deyishadi. Baraka menimcha urushsiz, tinch, xotirjam oilaga keladi. Men shunaqa deya olaman. Agar u har kuni urushaversa, har kuni nimadandir anaqa bir-biriga bo'lgan anaqasi er-xotin orasidagi, er-xotin billa qilayotgandan keyin urush bo'lib boshqa bo'lsa, menimcha baraka qochadi uydan. Не только er-xotin, qaynona bilan kelin orasidagi urush ham boshqa ham hammasi barakani uchiradi uydagi. Masalan, xo'jayinim mana shunaqa deydilar. Sal o'sha nimadir asablariga tegib urush boshlasam, qo'y barakani uchirmagin, Nargiz qo'y deydilar. Qarang. Вообще urushmaylik deb. Urushmaydi. Ancha o'zgarganlar oldingidan. Oldin sho'xroq, oldin tezroq bo'lgan bo'lsalar, hozir ancha bosilganlar. Bu nima sababdan bo'lgan? Bilmaysizmi? Nima deb o'ylaysiz? Может, yo'qchilikni birga o'tkazganimizdan, может, yon atrofdagi odamlaridan, может, baribir o'rtoqlaridan ham ko'ra fikr qiladi-ku, erkaklar ham yon atrofini ko'rib. Может, shundan. Mana ayollar hozir bizani ko'plar ko'radi. Kimdir nimadir ishni boshlashni xohlasa, nima maslahat bergan bo'lardingiz? Qaysi ishni nimadan boshlash mumkin? Mana endi boshlayotgan qizlarga. Endi boshlayotgan qizlarga birinchi o'zi nimaga qiziqadi? O'shandan
nimaga qiziqishiniga qarab o'sha qiziqishini olib ketsa bo'ladi. Masalan, etiklik tirnoq qilishga qiziqadi. Masalan, o'rgansin, ishlasin. Hozir Instagram judayam rivojlangan. Qanaqadir sohada ish boshlang, o'zingizni yaxshi qilib ko'tarib ola olasiz. Juda bir Instagramda shunaqa возможностьlar ko'p, o'zingiz mana bilsangiz kerak. Instagramdasiz. Ya'ni o'zini ko'tarish hozir unaqa oldingidagi qiyin emas. Bitta narsani taniltirmoqchi bo'lsangiz, taniltirib ola olasiz masalan. Shuning uchun nimagadir qiziqsa, o'sha qiziqishiga qarab kelib chiqqan holatda o'rganish kerakmi hunarni masalan deylik yoki ishlamoqchimi qayerdadir o'sha qiziqishiga qarab bitta bir qadam tashlab ko'rish kerak-da, harakat qilib ko'rish kerak. Bo'lmaydi, o'xshamaydi degandan ko'ra harakat qilib ko'rgani yaxshi. Mana maslahat bera olasizmi? Masalan, o'sha tirnoq bo'yichada rivojlanmoqchi. Nima qilish kerak? Qanaqa etaplari? Birinchi buni qilasiz, keyin uni Birinchi yaxshi ustozga tushib, shogird tushib o'rganish kerak yaxshisida. O'rganib, u ustozni rozi qilib, keyin ish boshlash kerak. Men masalan o'shanda boshlaganimda judayam arzonga qilardim. Nimaga? Ham qo'lim o'rgansin deb, qo'lim nabit qilish uchun klient o'zimga olib qolish uchun. Juda arzondan qilganman. Lekin shunaqa darajaga chiqqanman o'shanda. Endi u paytda tirnoqchilar kam edi, bilsangiz, shilak, narashvaniyalar endi chiqayotgan payt. Men 1 oy oldin zapis bilan yurardim. Sentyabrda ishlab o'tirgan paytim, oktyabr oxiriga yozardim o'sha klientlarimni. Shunaqa darajada o'chirt bo'lib ketgandi. narxingiz sal pastroq bo'lgan. Yo'q, u payt уже baland edi. Уже baland edi. Lekin boshida narx past qilib klient o'rgatib oldim. Bo'lib ketgansiz. Usta bo'lib ketdim, lekin haligacha bor o'sha profillarim, rasmlar qo'yardim profilimga, profilimni yurg'izardim. Alohida boshqa profilim bo'lmas. Alohida tirnoq uchun profillar ochilganda, aytgan har doim ishlarimni qo'yardim. Ishlardim o'zim ustimda. Men ko'rardim Instagramda polni nail sunny bor-ku, rossiyskiy brend. O'sha bor edi o'sha paytlarda. Hozir ham bo'lsa kerak, o'shani ko'rib o'tirardim, undan ko'rardim shu ishlarimni. Mana bunaqa qilib, mana qilib ko'raychi deb qilib ko'rardim. Apparatni manikyurlar endi chiqqan payt edi. O'zimcha hech kimda o'rganmaganman, uni qilardim lekin. Mana bunaqa qilyapti-ku, mana shunaqa qilsam apparatni manikyur bo'lar ekan deb, apparatni manikyur mana shunaqa qilib o'shanda ham masalan yaxshi pul topganman ishlab. Masalan, nech pul topgansiz? Kuniga o'sha paytda 2015-yillarni aytaman, 16-yillarni kuniga 500 ming, 600 ming topardim. U ham o'sha kamida $100 deb bo'lgan, chunki pulda ham boshqacha U payt dollar pastida. Kamida $100 topgan ekansiz Kuniga. Demak, mana qaysidir sohani tanlab, o'sha yerda ustozga kirib, rivojlanib, o'rganib. Yo'q, birinchi past narxdan klient yig'ib olish kerak, to'g'rimi? Endi men shunaqa qilganman, может, hozirgilar unaqa fikrlamas. Bu sizni anaqada nima deydi, nimadirga erishgan insondan hozir siz o'zingizni maslahatingizni beryapsiz-da. Realni kimdirga hozir yo'lini ko'rsatayotgandirsiz-da. Balki kimdir hozir borib ertaga shuni, chunki hammada ham puli yo'q. Hozir aytadi, men biznes qilish uchun pulim yo'q, nima qilsam bo'ladi deydi-da. Qanaqa ayollar o'ziga ko'p qaryapti baribir. Ishlayotganlar ko'p. Bu samo собой mana shu tirnoq, xina yoki oddiy shunaqa narashvaniya, shilaklar yoki laminatsiya, kipriy qosh, kipriy narashvaniya, mana shular hozir rosa rivojlangan. Buni klient hozir juda ko'p. Masalan, har oy yana qilinadigan narsa bu. Постоянный qaytadigan klient. Shuning uchun agar nimadirdandir boshlashni bilolmayotganlar bo'lsa, mana bitta misol mana shundan boshlashsa ham bo'ladi. Yana bitta misol bera olasizmi? Mana magaziningiz bo'lgan, shu magazin bo'yicha. Fotihami? Fotiha ham zo'r ham. Hozir Fotihaga qilishyapti bunaqa narsalar. Уже qilmay ketishdi. Yo'q, undan ham zo'r bo'lib ketgan. Zo'r bo'lib ketgan. Hozir bor shunaqa firmalar, kompaniyalar hamma endi boylar bir-biridan ajralishni xohlaydi. Stiklanniy ustida qopqonlar qilishyapti-da, o'sha ichida nima borligini ko'rsatib, ustida chiroyli bezatib, shunaqa narsani ham qilishyapti. Biz 4 dona sandiqdan boshlaganmiz o'shanda. 4 sandiq, u payt joyimiz ham bo'lmasdi. Onam uylarida podvalga yasatib qo'yardim. O'sha yerdan ko'rib klientlar tanlab o'sha yerdan olib ketishardi. Почти yarim yil shunaqa ishlab, keyin do'kon ochganmiz unda. Sandiqlarni o'sha bitta komplektini o'sha paytda $450 ga olgan ekanmiz. Islomda 450, 500, keyin uni biz chiqarsak 1 millionga chiqarardik demanimcha, hozir eslolmayman. Bitta borib kelishi Fotihaga. Shu, bir necha marta o'sha bir necha marta boradi, oqlaydi pulini u ham. U ham yaxshi biznes masalan. To'g'ri. Qilaman desa.
atigi $450. Hozir o'sha puli balki примерно shunaqa chiqadi. Chunki hozir korobkalar chiqaradiganlar ko'payib ketdi. ko'payib ketdi. Faqat dizaynini, chiroyli dizaynini tanlasangiz, необычный dizayn qilish необычный kerak. qilib, boshqalardan ajralib turadigan. Nimadir fishkasi bo'lsa, Keyin birinchi klientingizni qayerdan olgansiz o'shanda? yana Instagram. Instagram. Yana Instagram. Yana Instagramga o'shanda qo'ygandim. Mana shunaqa chiqarib olamiz deb kelgan klientlar esa. Yaxshi ishlagan, lekin olib ketmaganmiz aytyapman-ku. Olib ketgan shu biznes keyin yarmida. Endi farzandli bo'lgansiz, ona Farzandli bo'lib, уже morально charchagandimda. Hech Hamma narsa narsaga qilgim ulgurish kelmagan. Qiyin, hamma narsaga To'g'risini ulgurib. aytsam, hamma narsaga ulgurish qiyin. Mana 3 ta farzand ketma-ket bizda tug'ildi. O'sha paytda ham harakat qilardim ishlashga, lekin sezardim, ishim ham qolib ketardi. Ishim ham orqaga surilib qolardi, chunki baribir birinchi o'rinda farzand. O'sha baribir birinchi yil uchalasi bo'lsa ham, uchalasini ham emizganman. Anaqa почти 2 yoshgacha hammasini harakat qilardim, hamma narsaga ulgurishga. Lekin xohish bo'lsa, ulgursa bo'lar ekanda. Xohish bo'lsa ulgurasiz, to'g'ri. Xohish bo'lsa, keyin ответственность, mas'uliyat ko'payadi-yu. Biznesimni yopolmasdim, chunki bir nechta odamni ishlatardim. Ularga ham oylik chiqarish kerak, ularga ham borib uyiga olib boradi-da, shu puldan ovqatdan berib, anaqa uydagilariga anaqa qilib. O'shaning uchun harakat qilardim, lekin o'sha paytlarda qiyinchiliklar bo'lgan. Hozir yaxshi baribir. Eplab ketganimdan ham xursandman o'zim ham. Endi bir necha yildan beri уже 14 yil bo'lar ekan bu yili Lasposamizga ochilganiga. Atigi 24 yosh bo'lganman-da ochganimda. 24 yoshda shundoq brend ochgansiz, qarang. Shunaqa. 14 yil oldin bo'lsa 2014-yilmi? 11 bo'ladi. 11. 2011. Mana 25-yilda mayda уже 14 yilda, почти 14 yil bo'lyapti-da. 2011-yilda ochganmiz. Atigi 14 ta ko'ylak bilan, keyin sekin-sekin ko'paytirganmiz. O'sha paytda endi nima deydi, investitsiya qidirganman, topganman. Shu pulimiz faqat shunga ketgan. Remontimizni ham qilganimizda uydan pulimiz yetmaganda уже divan olib kelganman, stolik qaynanam berganlar, shkafimni qaynasinglim bergan, shunaqa qilib sekin-sekin rivojlanganmiz. Shu ko'ylaklarni qo'yib, odamlar kelib, "Voy, zo'r ekan" deb shu bilan rivojlanib ketdik-da. Zo'r. 2017-yil bilan to'yim bo'lgan bo'lsa, shu payt sizlar уже zo'r brend deyiladi. O'shanda-da, sizda qayerdan olgansiz o'shani? Men tiktirganman o'zim. Tiktirgansiz. Endi o'sha paytda ham biz ko'plar so'raydi-da, o'zimga xohlagan fasonim yo'q, topolmayapman. Endi biz ham brendimizni yaratdik. Endi o'zimizda ham tiktirib olamiz. Bizlarni ko'ylaklarimiz undan ham ko'proq ketadi, chet eldan kelgandan qaraganda. Hozir o'zimizni brendimiz ham zo'r rivojlanib ketgan. Har bitta ko'ylak kelsa sразу brom bo'lib ketadi. Zo'r. Hozir o'zi eng anaqalardan sizlar shekilli liderlaridan. Harakat qilamiz shu paytgacha, uni ham ushlab turish kerak, baribir tushib ketish kerak emas, harakat qilamiz. Shu reklamaga berish kerak-ku, to'g'rimi? O'shani ushlab turish uchun qanaqa? Endi bizada mana sizni hozir eshitdim-da, sizlar chitir-chitirda reklama olar ekansizlar. Bizada unaqa yo'q-da. O'zimiz kuchimiz bilan, o'zimni blogimda ham ko'rsataman. Unaqa ko'p ko'rsatmayman, chunki baribir слишком faqat shuni qo'yib yursam, faqat shu haqida bo'lib ketadi, kelin ko'ylaklar haqida. Поэтому miksovat qilishga. Sizda ham shunaqa-ku, siz chitir asosiy qo'ymaysizlar-ku, поэтому storiesda qo'yishingiz mumkin. Даже storiesda ham уже qo'ymayapsiz, Yo'q, qo'ymayman. Menda ham faqat storieslarda qo'yaman, shu bilan, lekin biz blogerlardan hali olmaganmiz-da. Reklama hali olmagansizlar. Endi kelinlar bo'lishi mumkin. Men sizlardan olmoqchiman, sizlar bilan bo'ladimi deb, bunaqa bo'lishi mumkin. Chunki bizdan olsa biz ham undan ham xursandmiz. Obrazini yaratib berganimizdan, ko'rsatganimizdan, o'zimiz rosa ishimni yaxshi ko'raman-da. Bilinadi yaxshi ko'rishingiz.
shu yaxshi ko'rmagan ishini odam unaqa bilan qilolmaydi, mehr bilan buncha shu paytgacha statusini ushlab turolmaydi baribir. to'g'ri. Вот hozir biz Tashkent City bulvariga ko'chdik. Biz Shevchenkada edik. Ertadan ham ko'chganimizda anaqa bo'lgan, nima deydi, sababchi bo'lgan, u yoqdagi arendator bizani chiqib keting deyishgandi, lekin hozir bundoq qarasak, o'sha Shevchenkani polni yopib qo'yishgan. Hozir yo'lni skverga polni o'xshatib qo'yishibdi. skverga o'xshatib qo'yishgan edi. Voy, qanday yaxshi, nima deydi, hech qaysi har bitta narsani yaxshiligi bor, yaxshi tomoni bor. Shuning uchun biz hozir bu yoqqa ko'chdik. Biz hozir aytgancha Hiltondamiz. Hilton mehmonxonani prezidentskiy nomerida biz hozir shu podkastimizni o'tkazyapmiz va Hilton mehmonxonasiga alohida minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Shu podkastimizni chiqarishiga yordam bergani uchun. Nargiz, ertaga sizga yangi biznesni ochishni taklif qilishganda, siz qaysi biznesni ochgan bo'lardingiz? Qaysi soha yoqadi? Menga kiyim sohasi yoqadi o'zim. O'zimni stilimda o'zimni anaqa brendimni chiqarish yaxshi ko'raman. Hali bu narsaga sal anaqa yetmayapti mendan. Masalan, kuch yetmayaptimi shunaqa. Nimaga? Hozir chunki biz o'zi yana kechaginda mana Bakery aytdim, Shirinli anaqamizni ochdik. Brendimizni endi buni yana shu chitirdaga ko'tarib, shunaqa nima desa bo'ladi, hamma taniydigan zo'r brendlardan bittasi qilmoqchimiz. Menga hali ancha vaqt kerak. Может, ularni hammasini shuna yo'liga qo'yib bo'lganimizdan keyin bir 2-3 yildan keyin может ochib qolarman. Shu biznesni, mana Bakeryni ochishga qatdan fikr kelgan? Kimmi? Xo'jayinim. Xo'jayiningiz? Qarang. Shirinlik qilamiz deb. Endi poyezdga o'xshab ketaverar ekanlar-da, to'xtamay. Gapirmay. Qarang. Yangi anaqalar, ideyalarga o'shalarni bizneslarni ochib, ularni ham o'zingizlar kuchinglar bilan hammasini o'zingizlar qilasizlar. O'zlari. Bunisiga men вообще aralashmadim. Уже aytaman, men topgan pulim ularga qiziq emas. O'zimga qiziq faqat shu o'zlarining anaqalaridan, bizneslaridan anaqa qilgan holatda mana Bakery ochildi. Mana Bakery Maryam, Narmina. Ikkita qizimni ismini bosh harflarini oldik. Bu fikr xo'jayinimdan chiqdi. Mana Bakery bo'ldi. Zo'r, lekin bunaqa nom ham yo'q. Hali eshitmaganman. Demak, o'zini anaqasini topishi mumkin, nishasini. Uni Chitirda ham sotasizlarmi? O'sha Chitirda ham. Chitir filiallariga ham qo'yiladi. Hozir bitta magazincha ham bor. Bu magazinlarni xudo xolisa ko'paytirib. Alohida magazinimiz bor hozirda. O'sha Chitir filiallariga ham berilyapti, dastavkalarga ham chiqyapti. O'sha aytganimdek, bu hali magazinlar ko'payib milliy brend bo'ladi xudo xolisa. Shu niyatdamiz. Mana Chitir somsalar, o'sha brendingiz, ular hammasi arendadami yoki собственный joylar ham bormi? Hozir o'sha aytganim birinchi filialimizni arendaga olganmiz dedim-ku, o'sha filialni sotib olganmiz hozir. O'sha birinchi filialimizni anaqa bo'ladi-yu, udachli. Shunaqa. O'sha yerda sotib olganmiz, mahallamizning boshidagi o'sha uchastkadan uyini oldini oluvdik-da arendaga. Hozir o'zimizlarniki sotib olganmiz. Qolganlari arenda. Qolganlari arenda ham. Yana bitta fikr bor. Ko'plar aytadi, erlarni investitsiyasi bu ayoli, rafiqasi. Ko'plar aytadi-yu, mana qancha ayolingga investitsiya qilsang, shuncha unaqa bo'lasan deb Instagramda chiqadi. Shu siz bu fikrga qo'shilasizmi? Qo'shilaman. Qancha menimcha ayoliga qilsa, shuncha Xudo beradi Alloh. Shunaqa. O'zi anaqada ham bizning dinimizda ham shunaqa bor-da. Ayolingizga, qizingizga, onangizga, singlingizga, hamma ayollarga, yaqin ayollaringizga qilsangiz, shunda Alloh yana ko'paytirib berar ekan. Shunaqa deb eshitdim. Shunaqa. Bizda oilamizda ham shunaqa. Hech gapirmaylar, masalan, olib pullardan ishlatib boshqa qilsangiz so'ramasdan ham. Men olding, nimaga tegding? Men shu hozir kerakmidi deb. Nima o'zim lekin unaqa ishlatib tashlayman, o'ylab ishlataman. Nimaga olsam. Seyfdan, o'sha seyfingizda masalan qayerdadir turadigan joy bor-ku, endi mayli bizda seyfda turadi. O'sha joydan просто etmasdan olaverasiz. O'raman.
yoki sizda alohida bormi? Mana bu sizga. Yo'q. Sizga O'sha bitta seyf bor deylik. O'sha seyfdan men ola olmayman masalan agar etib qo'yasizmi? etib qo'ymayki, ha. Oldim. Ha deb aytib qo'yim. Bir xil etmay qo'yishim ham mumkin, esimdan chiqib qolib. Lekin o'shanda o'zlari aytadilar, "Что oldingmi? Ha, mana bu narsaga desam, ha, bo'pti" deydilar. Mana bunaqaga dedim. Ana bebrskga olmayman lekin. Bebrskga olib ishlatib tashlamayman. O'zingizni pulingizni nimaga ishlatasiz? O'zim pulimni o'zimga ishlataman. Masalan, men asosan yig'ish yaxshi ko'raman o'zi. O'zimga ishlatsam qanchadir miqdorini, asosan yig'aman pulimni. Nima olasiz o'shandan keyin? Ko'ramiz, uy olmoqchiman. Yig'ib qo'ygansiz uyga. Lekin sizlarda hozir qaysidir uylarda remont ketyapti. Ha, remont ketayotgan uyimiz bor bitta, o'sha yerga ko'chishimiz kerak. Xudo xolisa bahorga menimcha bitsa ko'chamiz. Xudo xolisa. U kvartirami yoki uymi? Kvartira. Kvartira. Yaxshi. Bizda ham hozir kvartirada remont ketyapti. Balki biz ham keyingi yil ko'chib qolarmiz. Chunki biz ham qaynota bilan yashaymizda. Birga уже bir necha yildan beri, lekin bu narsada ham katta plusi ham bor. Chunki farzandlarim bemalol o'zim ham tinchman. Ular buvasi bilan birga yurishadi, qarashadi. Masalan, qaysidir Shu taraflari zo'r qaynota bilan turish. Ular mehr bilan qaraydi. Enagaga qaragandan ko'ra baribir yaqinlaringiz uyda u ham bor, lekin uyingizda baribir kattalar bo'lib tursa, ular ham o'zini tutib turishadi deb o'ylayman. Baribir mani farzandlarim mehrda o'sishadi. Shunaqa deb o'ylayman. Nimagadir boshqa bolalarga qaraganda ularda unaqasi nima deydi? To'lgan, sevgi tomonidan menga qaramayapsiz, menga e'tibor, mehr bermayapsiz. Unaqa hech gaplar ham bo'lmaganda bizda. Yaxshi. Sizlarda bo'lmaganmi endi? Yo'q, unaqa qilishmaydi. Mehr bermayapsiz degan gap yo'q. Hammasi ularda ham to'lib oshib ketgan ularda. Shuning uchun plyus tomonlari ham bor. Mana yana bitta savolim bor edi. Qaysidir ayollar biznesga kirishib ketib, butun oilasini esdan chiqarib yuboradi. Shunaqasi ham bor. Bu siz qanaqa qilib balansni ushlaysiz? Siz baribir ham oiladasiz, ham chegarasidan o'tib ketmagansiz-da. Mana bu behurmatlik bo'lib qoladi, hurmatsiz anaqa bo'ladi, shunaqa ayollar hurmat qilmaydigan puli bo'lib qolsa. Tim bo'ldi sizda o'sha paytda aytyapsiz-ku, menda pulim bo'lgan, erimda bo'lmagan. Shunda qanaqa qilib chiqib ketdingiz mana shu? Nimadan chiqib ketdim? Ketmaydi. Vaziyatda baribir bo'ladi-yu, ayollarda pul bo'lib qolsa, o'zidan ketib qoladi. Eringizni erini behurmatlik qiladi. Nima deydi endi, menga nima kerak bor shunaqa er? Ajrashganim yaxshi. Bu narsaga menimcha erlarni o'zi sababchi. Bunaqa bo'lib qolishiga ayollarni. Men shunaqa deb o'ylayman. Endi bilmadim. Hamma gapim oxiri yana bilmadim bo'lib qolyapti. Menimcha shunaqa. Mani erimda masalan, mani unaqa bo'lib ketishimda mani ushab turadilar-da baribir. Nima desa bo'ladi anu. Qo'ymaydi bunaqa. Qo'ymaydi, unaqa bo'lib ketishimga masalan, bir xil erlar bor. Xotini masalan boshiga chiqib olganda, nechtasini masalan ko'ramiz, bilamiz. Xohlaganini qiladi, rostdan ham xohlaganini gapiradi oldida, erini oldida. Bizda baribir ozgina kontrol bor-da. Masalan, men haqiqatdan o'zim bo'sh qo'yib olmayman oldilarida. Katta gap ekan erlardan. Bizda ham shunaqa, biz ham unaqa qila olmayman, gapira olmayman. Balki o'zimda ham bor, men bu hurmat qilish, baribir farzandlarni, meni farzandlarimni otasi hurmat qilaman, baribir boshqacha-da. Lekin unaqa bor, ayollar biznesga kirib ketsa, shunda o'zidan ketib qoladi. Bormi qalatur. Nargiz, meni fikrim bo'yicha bugun juda chiroyli suhbat bo'ldi. Sizga rahmat kattakon kelganingiz uchun, o'zingizni fikrlaringiz bilan bo'lishganingiz uchun va o'zimga ham juda ko'p narsalar oldim. Yosh bo'lsangiz ham ancha ko'p narsalarni ko'rgan ekansiz va ancha ko'p narsani ko'pligi yo'l ko'rsata olarkansiz demoqchiman. Sizga rahmat kattakon kelganingiz uchun. Yana bitta narsa bor edi. Nargiz, bizadacha har gal biza har bitta podkastimizda bizani mehmonlarimiz, bizani kuzatuvchilarimizga nimadir sovg'a beradi.
Mhm. Masalan, kommentariyadan o'qib, kim qaysi insight olgan bo'lsa, masalan, kimdir 2 odamga yoki bitta odamga yoki 5 odamga qanaqadir sovg'a beradi. Kimdir kurs bo'lsa, kursini beradi, kimdir pul bo'lsa, pulini beradi. Sizdan nima sovg'a bo'lishi mumkin? Mendan farqi yo'q, nima xohlashsa. Yo'q, siz ayting-da. Masalan, nimadir chitirdan yuborasiz. Chitirdan agar Toshkentdan bo'lsa, chitirdan yuborib beramiz. Chitirdan Mana Bakerydan yuborib beramiz. Agar Qaysi viloyatdan summaga ayting, shuni ham aytamizda. 200 mingga deylik. 200 mingga chiroyli sayt qilsa bo'ladi. Mana Bakeryda ham, chitirda ham. Nechta odamga? 3 ta odamga. 3 ta odamga. Bo'ldi. Shunda kommentariyalar yozinglar. Sizga shu podkastdan nima yoqdi, qaysi fikrlar yoqdi, qaysi insaytlar oldinglar. Mana Nargiz, o'zingiz o'qib chiqasizmi yo biz sizga O'qib chiqaman. o'qib chiqasiz? Qaysi yoqqan kommentariy bo'lsa, o'sha odamga mana shaxsan sizdan, Nargizdan shunaqa sovg'a keladi. Obuna bo'linglar, kommentariy yozinglar, layklar qo'yinglar va yaqinlaringlar bilan bo'lishinglar. Bizani qo'llab-quvvatlaysizlar shu bilan va bizani podkastimiz davomiy bo'lishiga yordam berasizlar. Rahmat kattakon. Sizga rahmat kattakon. Chaqirganingizga juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. To'g'risi maza qildim. O'zimga mana ham sizdan juda ham ko'p narsalarni o'rgandim. Xudo xolasa davomiy bo'lsin bu suhbat anaqanglar. YouTube'da ochgan bloginglar. Rahmat. Juda ham qiziqarli, ko'p ayollar o'ziga ko'p narsalar oladi deb o'ylayman. Ne только biza bilan, ya'ni mani anaqamdan boshqalarnikini ham o'qigan, ko'rgan holatda. Rahmat sizga kattakon. Juda maza qildim siz bilan gaplashib. Rahmat. Rosa yoqdingiz menga. Ushbu loyihamiz Hilton mehmonxonasi yordamida tayyorlandi. Bizga qulay sharoitlar va ishimizni samarali amalga oshirishda yordam berganliklari uchun ularga katta minnatdorchilik bildiramiz. Hilton nafaqat dam olish uchun joy, balki samarali ish, uchrashuvlar va tadbirlar uchun ham ajoyib maskan. Agar siz yuqori darajadagi xizmat va e'tiborni qadrlasangiz, albatta Hilton mehmonxonasiga tashrif buyuring. Ushbu loyihamizning bu galgi sonini yaratishda yordam bergani uchun mehmonxonani jamoasiga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz.